Ruminiyada Fransiyaga yo'l olgan Gretsiyaning PAOK futbol klubi muxlislarini olib ketayotgan mikroavtobus yo'l transport hodisasiga uchradi. Oqibatda kamida 7 kishi halok bo'ldi. Bu haqida TVR nashri xabar berdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yo'l transport hodisasida yuk mashinasi, yoqilg'i tashuvchi tanker, yengil avtomobil va muxlislarni olib ketayotgan mikroavtobus ishtirok etgan. Voqea mikroavtobus haydovchisi boshqa transport vositasini quvib o'tib, o'z yo'liga qaytishga urinayotgan paytda sodir bo'lgan. Shu jarayonda u yoqilg'i tankerga urilib, keyin qarama-qarshi yo'nalishda kelayotgan yengil avtomobil bilan to'qnashgan. Tez tibbiy yordam xizmati rahbarining so'zlariga ko'ra, halok bo'lganlar soni 7 nafarga yetgan. Hodisa joyida mikroavtobus haydovchisi va 5 nafar yo'lovchining jasadi aniqlangan. Yana bir yo'lovchi esa kasalxonaga olib ketilayotganda vafot etgan. Shuningdek, mikroavtobusda bo'lgan yana 3 kishi jarohat olgan. Ularga tibbiy yordam ko'rsatilib, shifoxonaga yotqizilgan. Jabrlanganlarning umumiy soni hozircha aniqlashtirilmoqda.